Yangi Hayot tumanida eng elitli mahallada yo'l yuzdan ikkinchi liniyada Xorazm Balu, Sazanla prям orqasida, Bon Mangalli qatorida baqqol do'konining ro'parasida joylashgan to'rt sotuv maydonga ega yerimizani sizlarning e'tiboringizga havola etamiz. Olchazor mahallasida yo'l yuzdan atigi 100 metr masofada ikkinchi liniyada joylashgan to'rt sotuv maydonga ega rovni 20 ga 20 yerimizni sotuvga qo'yildi. Paytida teplitsa qilib foydalanilgan, hozirgi kunda отдельный kadastr qilingan qadrli do'stlar. Infratuzilma, maktab, bog'cha, restoran, kafe, yonginamizda do'konlar, ro'paramizda baqqol do'koni joylashgan Bon Mangalli qatorida ushbu joyimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsa, qadrli do'stlar, 180 ming AQSh dollari belgilandi. Yana sunnatga muvofiq kelishiladigan joyi bor. Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermanglar. Hozirgi kunda Sergeli tumani, to'g'rirog'i Yangi Hayot tumanidagi eng elitli mahalladan biri hisoblanadi. Yo'limizning 100 dan 100 metr masofada, bu yoq tarafdan 150 metr masofada ikkinchi liniyada joylashgan ushbu yerimizni bu uylar kabi yoki bunaqa uylar kabi qurib bitqizsanglar bo'ladi. Biznesmen akalarimiz uchun juda ham zo'r предложение. 2 ta Yevrokottej solib, uni sotib, soqqani soqqaga ulasanglar ham bo'ladi.